Teşekkür arkadaşlar, biz bu saatlik derste writing barını sözleyimiz. Bu qanday narsa deganda ma'lum tor beketlarga yoki ma'lum bir narsa setib olsanglar, mananga ko'nglim baho ver deb yulduz belgilari, ya'ni mandaq belgilari belgilar chiqadi, har xil belgilar. Shu belgilarni qanday chiqaramiz deganda shu writing bar orqali chiqaramiz. Bu qisqacha buni so'zlab o'tay. Mo'rinsini o'chirib o'tay. Light olsun, andın mani uçurup maymanga light'tin birini koyup title'sini çıkaraylı. 60 andın bununki background'si meşhuran olsun, andın grafiti'si center olsun, otur doğrulansın çekilmesin. Andın mao extended activity olsun. Andın biz title'sini çıkarmışın ama title'sini çıkarışı text diyordum birini koyup bununla mezmunu qarab çıksın. Andın text'i bununki ping andın Android text size 22 dB, Android text color'si ak olsun ha. Tepsi çıktı. Andakta biz ikki teksti yo'qlayli. Light'tin birini aniqlab, bununla light to'liq chiqsin. Andın bununki egizlikki dastlabki 100 bo'lsin. Andın bu ID'si RL1 bo'lsin. Mao RL1 mao ID'si RL1 Mao RL2 Mao Android Light Velocity RL1'nin astıda. Light below RL1'nin astıda. Andın biz bununla writing barının iki çoğun cevabıma manadama 5 xaslıqı buldu adette. Çoğun xaslıqlardan şu başını tanıştırıp ötümüz. Bunun 3 xilaren qatılım var. Özlerine kızıqsanın 2 derecesi bağı, derecesini bu writing barı çıkarıp sınap baksanlar buldu. Ben kısıqsızlam bunu işiltip usulünü sözlep ötü gitme. Hatta biz bununki hazır cevap ifadalıydıgan iki çoğun xaslıqını bu yegiz oldu. Hatta biz iki tekst yok muhtaç. Bu writing bar nereden geldi? Sanlar bu progress barınınki bir balisiya extended qilib kelgan bir ovqat bu. Hatta biz bununla bir tal Android teksti buniki quruq tuttuğay writing bar deb izlep qanchalik surilganini chiqaradigan value writing bar value deb qo'ygan. Andın yeni birisi text size ifnama
tekis size 18 deyli. Andın manınki nemisi otur doğrulansın center qılay. Andın biz manadan julub elip 21'ni qo'yayli. Mana Android ADC TV1 bo'lg'ay. Mana ADC TV2 bo'lg'ay. Andın bu TV birinin aqıt to'g'ashundami. Andın bu ikisi aralıq taşılsın. Mavo value mavo bu value tuttuğa ele ayadın qılmış uçada çaplab qo'ysak bo'ldi. Biz birsi bo'ldi izleyverayli, birsi rattin shunami. Rattin bar. Andın mavo bu from user deb qo'yay. Ma bo'lsa hozir so'zlaymiz javob qismida. Mau bitishnama menga Android light margin rinsi 20 dB bo'lsin. Andın meniki Android light left'si margin left'si 20 dB o'xshash. Andın buni maningim bilsem bu teşhis chiroyli chiqadi va 25 dan bo'lsin. Biz hozir mayal chiqirib oldik. Qundaqda light yozmaylar, shunday bilan beraveraylik. Rating bar mushu. Mazmuni qarab chiqsin. Maya chiqib qolishi nima? Buni taktik tushiraylik. Android light bo'lsa R52 ning ostida. Andın bu otur to'g'rilansin shundami? Android Live Center Original deganda shu qo'ysak otur keldi. Andın buniki hozir mundaq chiqdi shundami? Bunun 3 xil rang qatlam bo'ldi ham. Ularni o'zinglar chiqib sinab qolaman. Bir oldin so'z so'zgan hozir buni ayrim xaslarini so'zlab o'tay. Birinchidan birinchi cho'ng xasqa buniki shu ratingda bir xasqa bor. Bu qanchtal yulduz chiqadiganligini belgilaydi. Android rating tapasanglar chiqadi. Bir bo'lsa ko'rdinglarmi? Bir tal yulduz chiqdi mi yerda? Bir tal yulduz bo'yaldi degan gap. Bir tal yulduz bo'yalganligini ifodalaydi. Buni 2 qilib qo'ysak, 2 bo'yaldi. 3 qilib qo'ysak 3 bo'yaldi, 5 qilib qo'ysak hammasi bo'yaldi degandek hammasiga bo'lsa. Dastlabda bir bo'yalsin, andan keyin yana Android Numstrar deb bir xasqa bor. Stars deb mau xasqa bo'lsa, bu qanchatal yulduz jamiyatda qanchatal yulduz chiqadiganligini, bo'yalmagan hammasi qanchatal yulduz chiqadiganligini bu belgilaydi. Buningga 6 tal qo'ysak birisi qo'shildi. Buningga 8 tal qo'ysak to'liq chiqdi shunami? Buningga 0 qo'ysak 0 olmaydi. 1 qo'ysak 1 tal yulduz chiqdi. To'liq to'lish uchun 8 qo'yib turaylik biz. Andın buning yana bir xasqi stop size deb bir xasq bo'ldi. Stop size bu qanday xasq desanglar, 1 deb yozgandan keyin bu ko'rdinglarmi? Bu qanday xaslik deganda bu qanchalikdan qancha persentda bo'ylab ma'lum deganni ifodalaydi. Yulduzning umumiy soniga o'sha yozgan sonini bo'lib etib, mancha persentni ifodalab shuni chiqarib turdi. Hozir bir qatimda bir qatimda 2 tal bo'yalsin dedik mana.
8 tal yıldız. Bir qıtımda 2 tal boyalsın, cemi 8 tal yıldız. Tushundinglar? Hozir mani 1.5 qilib qo'ysam, ko'rdinglarmi? Yerim boyaldi. Umum soniga men to'liq chiqmi deganda, mana umum soniga mishaydagi mani bilib, anadagi bo'yab turdi. Buni qo'ysanglar bo'ldi. Buni 0.3 qilib qo'ysam, ayakib qoldi. Ma yulduzni 5 qilayli, andim mani 5 qilib boqayli. 2 qildi. 3 qildi. Bu 8 turivaga ya. O'shaki bir qatam qancha bo'yildi degan ifodalaydi. Bir qatam 3 mustaq mishinlikdan bo'yilib mavzu. Bir qatamda mishaydan mishaykayslik bir qatam bo'yildi, bir qatam bo'yilishi. Bir qatam bo'yilishi. Shunda men 2 qilib o'zgartirsak ko'rdinglar, mana miya ketdi. Miyal tushib, miyalikka ketdi. Shundan bir tashab qo'yay. Ondan bir qatamda 0.5 dan bo'yalsin. Bir qatamda. Maya nim chiqib qoldi, bu o'lim chiqmay qoldi. Bir qatimda to'liq birdan bo'yalsin deyli. 8 ta yulduz so'g'an to'liq birdan bo'yilmasin. Buniki stylistning mayalidan biri ko'p oqsanlar bo'ldi. Yana bir nemisi yanglishisi. Buniki yana bir xosligi bo'lsa, stylist deb yozib, buningga oldiga bir savol belgisi qo'yib o'tgandan keyin Android deb yozasizlar. Android andikin qo'sh peshni qo'yib deb Atro deb yozgandan keyin radio deb bossanglar rating deb yozgandan keyin ma'lumotni ko'rdinglarmi? Bu Androidning o'zini ta'minlagan stylistlari, yanglishlar. Endi bossak hech qanday o'zgarish yo'q, shundaymi? Biz bunga yana men da fuji qilay, men qaytib chiqib o'tirmaydi. Ko'rdinglarmi? Men ikkinchisini bosdim hozir, ikkinchisini bosay. Ben o'zgarmaydi, shundaymi? Uchinchisini biz boqay. Ko'rdinglarmi? Men kichiklab ketdi mana. Mushtaq Androidni kelgan ma stylislari mana. Texim kichiklab ketdi. Shundaymi? Buni elib etgandan keyin mo'rini olib qaytadi. Mushundaq birdan ko'rib baqsanglar bo'ldi. Men ko'rmizini mushunchalik izlay, andan keyin buni qanday ishlatamiz Javada deganda buni qanday ishlatamiz. Menga ikkita tekst diyor, bir tal rating bor, private rating bor. Buningga RP deb qo'yay. Mana ekratlar. Ondan private text diyor. TV1 ham TV2 deb ikkita yana qildim. Obyektlarni va endi biz menga bularni aniqlaylik. Endi RB deb bosdik shundami? Ondan buni rating bar deymiz. Rating bar. Ondan find you by ID orqali buni bog'lab bersak bo'ldi. RDR ID rep. Bunun ID bermdik nima? Bunun ID bermabdik. Android ID'si RB bo'lsin. Ondan mashqisi bir to'q buningga RB. Endi ma'lumotni aniqlab bo'ldik. Buning o'xshash boshqasi. Endi men text diyoni aniqlab bu text diyoni ko'p baqay. Text diyoni jiq aniqlab ketdik. So'zimsam yodib ketdik. Tuvandagidek bularni yoy banding qilib oldik.
Андакта biz meyege writing barni qandaq usul bilan buniki ish qo'shmaymiz deganda buningga mandaq qilamiz. O'xshash bo'lmagan set on deb yozgandan keyin ko'rdinglarmi? Writing bar changilik qilsinlar deb chiqib qoldi. Set on writing bar changilik qilsinlar. Endi buning o'xshash new on writing bar set qilsinlar deb bosgandan keyin fanfan ta'minlab berdi. Fanfa bo'lsa buniki ma parametr bo'lsa, ma float parametr bo'lsa bu writing barning qiymati float dalatiki qiymat oldig'ini ham bu mishayda biz qanchlikni abn bo'lib chiqqanki yo'nqu qanchlik tanlab versa mishaydan shu qiymatini elib berdigan. Ananikin bu kodni o'zgartdikmi buni? Ya yo'nqu o'zgartdimi? Shuningga hukm qilib berdigan. Agar kod o'zgartgan bo'lsa false chiqadi. Agar yo'nqu o'zgartgan bo'lsa true chiqadi. Undaqda biz ikkita tekst yo'yini qilib turmiz. Bu tekst yo'q ama ikkisini chiqarib ko'rib baqilyapmiz. TV 1 ning set teksti writing bar endi TV ishkining set teksti bo'lsa from user bunu iz chiqarib oldik. Andaqda biz yana qandaq nimalar bor deganda maya yozgan xosliklarni Java ishiltalamizmi buni morin morinni Java o'zgartib ishiltalamizmi deganda har qanday bir zujalarning hammasini Javada mishay tanishgan xosliklarning hammasini Java tanishib ishlatkilib bo'ldi. Masalan RP'ning set writing deb bosgandan keyin ko'rdinglarmi? Float qiymat. Buni bu yerda tanishib ishlatgan bo'ldi. Yana buningki nom stars. Mana ko'rdinglarmi? Buni bu yerda tanishib ishlatgan bo'ldi. Yana stop size nima? Bu yerda tanishib ishlatgan bo'ldi degan gap. Har qanday bir nimaniki Java'da ishlatgan bo'ldi o'sha ishlatgan xosliklarni. Faqat oldiq set tanishmoqchi bo'lsangiz set, erishmoqchi bo'lsangiz get deb yozayotgandan keyin ishlatalaysizlar. Masalan set bo'lsa tanishaysizlar. Get deb yozgan bo'lsangiz shuni erishsizlar. Shunday gap. Anaqa biz buni ijro qilib qanday o'yin chiqqanligini bir ko'rib ketaylik. Mo'rin holatda biz miyada bir staldan so'ng bir qitimda bir staldan so'ng 8 stal chiqsin dedik. Bu yerda bir stallandı bir qitimda 1 2 3 4 5 6 7 8 stal yulduz chiqdi. Shunami? Biz buni siyirdik. Siyirganchada oyat biz miyadagi nim o'zgarmadi mashq. Shundami? Nimishqa deganda buni qo'yib o'tgan ekan o'zgardik. Ko'rdinglarmi? Biz men xato qildik. From user o'qib kelsa
Bu TV prob qapta ishkasi. Men TV ishki. Endi ko'rle. Qo'yib o'tgandan endi o'zgaraydi. Mana biz o'zgartdik. Biz yo'nqo manınğa. Shu dedi shunama 5 tal. 5 tallandı bir qatımda. Bunda qilsak 3 tallandı bir qatımda. Shunama 6 tallandı, 7 tallandı, 8 tallandı. 3 tallandı, 4 tallandı, 2 tallandı, 1 tallandı. Ko'rdingmi? Bu qanday ishlatamiz deganda shu bir nim app ochib qolsanglar yoki yozmalar yoki bir narsa degan dedik. Shuningga ko'nglim berdigan boshqa app'dan chiqishurtimiz buni. Mushni sizlar topshiriq qilib qolsin. Kikuninki donglu alqa dongji suago masalan mana ko'rdinglarmi mana dal shu rating bor chiqirib mushni sinab baqsanglar bo'ldi. Rating bordi chiqdi mushu. Undaqda bizning bu soatlik dars mush yerda oxirlashib ketdi. Keyingi soat darsi qilg'ay